Allohdan bir marta bo'lsa ham shunaqa muhabbat so'raganmisiz? Ey menga o'zimdan ham mehribon bo'lgan Allohim, o'zingni 99 go'zal ismingni va izzatingni o'rtaga qo'yib iltijo qilaman. Faqat sening roziliging uchun o'zingga bo'lgan muhabbatimni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimni, namozga bo'lgan muhabbatimni, Qur'onga bo'lgan muhabbatimni, jannatga bo'lgan muhabbatimni, ilmga bo'lgan muhabbatimni ziyoda qilib qo'ygin. Allohim, sendan boshqa hech kimni qo'lida emas bu. Faqat va faqat o'zingga iltijo qilaman, Allohim. Balki Allohdan bunday so'rash xayolimizga kelmagandir, lekin ishoning, shunday so'rasangiz, Alloh so'raganingizga qo'shib o'zining muhabbatini ham sizga beradi. Allohim barchamizdan, jumlamizdan rozi bo'lsin.